O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Buni so'qishni botdan bilan ishlatyapti qo'yishni. Otasi alga, onasi zo'rg'a qo'yib bolalar bor yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nimaga qaradi? O'sha 12 yoshlarni o'tqanlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. Oxiriga so'qinganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Anam sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, vatandan o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Qamoqqa tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oke, qamabda shu-yu. Bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushmagan ishni yetishlarmi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Nohma qilib beraman.